O'zbekistonda ilk bor freelance, ya'ni onlayn daromad qilish imkoniyatini beruvchi Sofuz platformasi ishga tushdi. Bu platformada ikki yo'l bilan daromad ko'rishingiz mumkin. Birinchi yo'li elektron fayllarni yuklab sotishingiz mumkin. Ikkinchi yo'li buyurtma olib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Ushbu videoda siz bilan birinchi yo'l, ya'ni elektron fayllar sotib yuklab daromad ko'rish bo'yicha gaplashamiz. Boshlash oldin o'zimni tanishtirib o'tmoqchiman. Ismim Zufarbek Abdurahmonov. Aynan shu Sofuz platformasi loyihasi asoschisi bo'laman. Demak, mavzuga qaytamiz. Ishni demak birinchi o'rinda internetga sof.uz deb yozish orqali boshlab olamiz. Ochilgan veb-saytni yuqori o'ng burchagida freelance bo'lish degan tugma bor. Shuni bosasiz yoki seller.sof.uz degan veb-saytga kirib olasiz. Ikkisi ham faqat mana shu veb-saytga olib keladi. Kirib olganingizdan keyin yuqori o'ng burchagida freelance bo'lish degan tugma bor. Bosasiz va platformadan ro'yxatdan o'tasiz. Men oldin ro'yxatdan o'tganman, shu sababli kirish degan tugmani bosib, o'zimning loginimni va parolimni kiritib, kirish degan tugmani bosaman. Sayt meni boshqaruv panelimni ochib beradi. Boshqaruv panelida men haqimda barcha ma'lumotlar shu yerda keltirilgan bo'ladi. Qo'shimchasiga siz batafsilroq o'zingiz har bir menyuni ko'rib, bosib, tanib chiqishingiz tavsiya beriladi. Yoki yuqori o'ng burchagida qo'llanma degan tugma bor. O'shani bosish orqali platformadagi barcha videolarni ko'rib chiqib, batafsilroq ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Lekin men bu videoda sizga qanday qilib mahsulot yuklashni ko'rsatmoqchiman. Buning uchun chapki menyudan yangi mahsulot degan tugmani menyuni bosasiz. Bosganingizdan so'ng sizga 6 ta kategoriyani ko'rsatadi. Bulardan birini tanlaysiz. Agar turli xil fayllar, ilmiy ishlarga oid fayllar bo'lsa, taqdimotlar, diplom ishlari, turli xil fayllar bo'ladigan bo'lsa, bu albatta ilmiy ishlarga oid. Qolgani zamonaviy kasb egalari uchun mo'ljallangan. Demak, ilmiy ishlarga misol tariqasida mahsulot yuklash qanday ekanligini ko'rsatib o'taman. Bosganingizdan so'ng sizga bir nechta maydon keltirilgan, shu maydonni to'ldirasiz va yuklash tugmasini bosasiz. Bu maydonlar nimalardan iborat? Birinchi o'rinda sizni faylingizni tanlaysiz. Doc, docx, pdf, ppt va boshqa har qanday ko'rinishda bo'lishi mumkin tanlab yuklab olasiz. Undan so'ng o'sha faylingizning nomini kiritasiz va u qaysi kategoriyaga tushadi, shu kategoriyani tanlaysiz. Nima u? Elektron demak ishlarmi, ixtiro patentimi, kurs ishimi, laboratoriya ishimi, mustaqil ishmi, referatmi, nima bo'lsa tanlaysiz va qaysi fanga oidligini tanlaysiz. Va teglari bor. O'sha qidiruvda to'pda chiqish uchun yordam beradigan kulchovoy so'zlarni yozib olishingiz kerak bo'ladi. Kamida 3-4 ta kiriting. Mahsulot tavsifini kiritib keting, qisqa bo'lsa ham albatta. Bu ham qidiruvda to'pda chiqishingizga yordam beradi va oxirida mahsulotingizni narxini qo'yasiz. Uni 5000 gami, 10 000 gami, 15 000, 20 50 000 narxini qo'yasiz va shu faylingizni biz 24 ga 7 faqat sotuv bilan band bo'lamiz. Siz bir yuklaganda bir nechta faylingizni yuklash niyatida bo'ladigan bo'lsangiz, bir nechta fayl yuklash degan tugmaga o'tib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda sun'iy intellekt sizni 10 ta fayl yuklaydigan bo'lsangiz, 10 ta faylingizda hamma maydonini o'zi to'ldirib beradi. Siz kiritadigan yagona ma'lumot uni narxi. Hammasini bir xil narx qo'yishingiz mumkin yoki alohida qo'yishingiz mumkin. Buni shunchaki mana bu tugmani bosasiz, kerakli 10 ta faylni tanlab olasiz va platforma narxini ko'rsatib, narxini kiritishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda esa mana bu AI tugmasi agar yoniq turgan bo'lsa ham, bu yerda ham xuddi shunaqa. Faylni tanlaganingizdan keyin avtomat hamma maydonini sun'iy intellektning o'zi to'ldirib beradi. Tavsiya beramiz, buni o'chirgan holatda erinmasdan bittalab to'ldirishingizni. Chunki baribir siz o'zingiz bilasiz, xaridoringiz nima deb sizni faylingizni qidirish mumkin bo'ladi internetda. Demak, faylni shunaqa qilib yuklashingiz mumkin bo'ladi. Sizga tavsiyam hozirroq faylni yuklash uchun o'sha video oldida aytgan ketma-ketligimda amallarni bajarishni boshlang. Faqat bir narsani bilib olishingiz kerak. Mahsulotni, ya'ni fayl yuklaganingizdan so'ng siz mening mahsulotlarim bo'limiga o'tadigan bo'lsangiz, mana shu joyda siz yuklagan fayllarning ro'yxatlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hammasini. Eng oxirgi o'tadigan bo'lsangiz esa sizni yuklagan faylingizning statusi, holati bo'ladi. Meni faylim mana hammasi tasdiqlangan degan statusda turibdi. Bu yerda odatda 3 ta status bo'ladi. Birinchi status moderatsiya. Moderatsiya degani siz fayl yuklanganidan keyin bizning moderatorlarimiz sizni faylingizni tekshiradi. Sotuvga yaroqlimi yoki yo'qmi? Hamma ehtimoliy nazarasini ko'rib turib, tasdiqlashi mumkin bo'ladi. Undan keyin sizda mahsulotingiz, faylingiz saytda ko'rinadi va sotuv jarayoni boshlanadi. Yoki bekor qilinishi mumkin bo'ladi. Bekor qilinadigan bo'lsa, albatta sababi ko'rsatilib ketiladi. Demak, moderatsiya tasdiqlangan va bekor qilingan status bo'ladi 3 ta. Mana shu holatda bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Yana ham tushunmagan holatingiz bo'ladigan bo'lsa, tepada qo'llanma bor. U qo'llanmani ko'rgandan keyin ham tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, saytning eng pastki qismiga tushadigan bo'lsangiz, hamma kontakt ma'lumotlarimiz berilgan. Shu ma'lumot, ya'ni kontaktlarga bog'lanish orqali yoki Telegram orqali bog'lanishingiz mumkin bo'ladi va biz sizga yordam berish imkoniyatimiz albatta mavjud.
Demak, hoziroq o'z fayllaringizni yuklab, daromad ko'rishni boshlang.